xo'sh deyolmadim. Abduri Gulchehra Abduqodir. Ovozda Toyirjon Yusuf, Rahila Musa. 4-qism. Ko'k osmonda bulutlar orasida sho'ng'iyotgan aeroplan asta-asta tövənlədi. Men suzulub yatqan iri daryosin, rətlik ketgan etizliklarni, qatar ketgan daraxtliklarni, egiz selingan binolarni bara-bara aniq ko'rishga boshladi. G'ulcha aerodromiga aeroplan o'ngishli qo'ydi. Biz safardoshlarimiz bilan birga sirtqa qarab yo'l oldik. Men kichikgina bir safar sumkam bilan kelgan edim. Bolaligimda dadam doim o'ynatadigan o'rin bog'ni nishon qilib taksiga tushdi. Qatar ketgan oq akasiya daraxtlari, daraxt ostidagi aylanma yo'l bo'yidagi qizil, seriq, so'simrang ichilgan ko'rkim gullar. Men qiynab nafas oldim. Xiyolmi qilmadim. Ko'k osmonga, iliq quyoshga qiynab nafaslanayotgan havoga yuzlandim. Hammani unutishga tirishdim. Muhabbat hammani oson qilib oldi. O'zimga, qadamlarimga madad berdi. Men shaharning obat markazida taksidan tushib, dadam doim ib keladigan o'rinbog' deb ataladigan xalq maydoniga keldim. Bu yerda xeyli uzun o'ylandim. Voy, Gulshanmisan? Voy, mening go'zal do'stim. Seni tanib oldim. Sen shu, to'g'rimi? Dal sen shu. Jiroqdan bir tonish gavda ikki qo'lini kang echib, menga qarab kelyotdi. Oy, chiroyli do'stim. Seni bak sevgandim. Kelgina bir quchoqlab olay seni. Adabsizlik bo'lsa bir suyib olay. Bu chiroyli yasinib olgan ochiq chiroy do'stimning kang echilgan quchoqlariga o'zimni shundoq otqim bor edi. Lekin bir kuch meni orqaga tortib turadi. Voy, sana nima bo'ldi? Bag'rimga kel do'stim. Seni har joydan izladik, xabaring yo'q. Mana endi didorga ne'mat. Do'stimga o'zimni otdim. Birimiz didor uchun yig'lasak, birimiz kang echilgan do'stlik quchoqlashlarga yig'laydik. Men Zulmira, partidishing. Tonodong tayliq. Oyey, bak seg'indiq seni. Ohoy, kino chulpini bo'lsan. Voy, xuddi sutga chilangandekla oppoq. Zulmira, seni ko'rib bakmi xush bo'ldim. Men masalani seg'indim. Shunga qaytib keldim. Sen bu ancha o'zgarmabsan. Ha, endi qaytmassan, umoq do'stim. Bizni tashlama. Men xush xabar yetkazaman saboqdoshlarga. Bir necha kun armongni elib ol. Andin bir yig'layli. Shu so'rinda hammamiz bilan ko'rishalaysan. Menga qaytmayman. Go'zal do'stim, seni saqlab, Dilshatmi aramizda surboy taqchimi? U bu gapni qandoq eg'izdan chiqaribdi, o'zimi bilmagandek, ishkim mo'risini qisib, o'ng'aysiz holatda tilini tishlab qo'ydi. Yanili shu, aldiravotganlarmi, kulayotganlarmi, yig'layotganlarmi? Har kimlar muhabbat debli yashaydi ekanmiz. Ba'zilarimiz muhabbatga oddiy tadbir berib, xotirjam yashasak, ba'zilarimiz bak murakkab tadbir berib, qiynab yashaydi ekanmiz. Hozir mushu topda birisi menga muhabbat degan nima deb savol qo'ysa, men ikkilanmay, hayotning o'zi muhabbat deyman. Hayotdagi to'g'ri bo'lgan har narsa muhabbat uchundir.
Mana bugun ichilgan bir bag'ashlash men uchun eng yetarlik muhabbat edi. Men Zulmira bilan yo'l bo'yidagi ozoda ham pokiz bir qahvaxonaga kirib, xeyli uzun mungdashgandan keyin xo'shlashdik. Men o'zimning yolg'iz emasligimni, meni seg'inadigan do'stlarim, saboqdoshlarimning borlig'ini his qilganimda og'riqlar mendan jiroqqa ketgandek, badallarim yeniklab qolgandek his qilmoqdaman. Bir tabassum, bir salom, bir sunulgan qo'l, bir illiq quchoqlashlar bizdek hayotning ig'ir qismatlarida yashayotgan biz uchun bir orom, bir ishonch, bir kuch madad edi. Men bolaliqimda dadamning purqiba uyimga qadamlarimni istiklatdim. 10 yil dadam opam bilan, 2 yil opam bilan birga yashagan. Tamlari zangar oqartilgan. O'zim barangliq bu qo'ru ichiga kirishimga cho'ng onam quchoqlarini kang echib, "Oy g'ayratimning yaldamisi, yurak param, omonmisan, ha? Bu rostlisanmi? Quncha bo'ylaringdan o'zimni o'raymi? Mening bag'rimsan, mening hayotimsan." Cho'ng onamning meng'ishlariga ovozlarga qiyriliq yetgan edi. Men o'zimga muhabbatlik quchoq och, hamma osonlashidi deb pichirlamoqdaman. O'zimga umid bermoqdaman. Biz unlarni selib, qaytadan har maqsadlarimiz uchun yig'lashdik. Cho'ng onam dadam uchun, didorlashgan men uchun yig'ladi. Men hayotga qanmay yig'ladim. Yashashdan voz kecholmay yig'ladim. Nihoyatda kechikib echilgan bu bag'ashlashlarga to'ymay, qanmay yig'ladim. Achchiq, maynat og'riq, mendan kelgan dimoqni etishtiradigan bir xil puraqlar meni minutlab, sekundlab qiynamoqda. Bu kasal badallarimni g'ajilab, meni mag'durimdan ketkizmoqda edi. Muzdek tar ichida o'zimga nafas yetkazolmay qiynalmoqdaman. Muallim telefon qilgan. Xabardorimiz kelishlaringdan. Onangmi keladi? Qolganlardan maxfiysan. Atiga hammasi keladi jon qo'zam. Bechora bayqushim meni. Sen uchun hayot yashadim. Kelishingni kutdim. Mualliming hammani debdi. O'qibsan, tirishibsan. Balani oramiga qo'yinglar. Qaytib keladi dedi. Saqladik. Mana oxiri qaytib keldi. Jinimning jinisan. Endi xotirjam ko'z yumadigan bo'ldi. Ras aytadi. Men dadamning yaldamisi. Cho'ng onamning qo'zisi, bayqushi edi. Lekin ayni yili bir qarasa oddiy, bir qarasa jonni oladigan mushu munosabatlarning qurboni bo'lgan men, ochiq desa til ko'ydigan taqdirimni so'rab qaytib kelgan edim. Men tug'ilgan, men cho'ng bo'lgan, men seg'ingan, men qaytib kelgan uyimga, bu makonimga qanmayotdim. To'ymayotdim. Men darvozaga pat-pat qarab qo'yatdim. Onamni ko'rish uchun g'ayrat qilyotdim. Ochiq og'riqlar meni qamollamoqda edi. Cho'ng onamning o'z qo'li bilan etgan hordiq ishini g'ayratim bilan ichdim. Uyga nima yassun, didorlashqa nima yassun. Dadamning taqdirlariga amal bo'lmagani bilan qolganlarimiz azraqli quchoq ichayotgan bo'lsak, men baxt egisi edi. Bu tragediyaga cho'ng onam, opam qandaqmi bardoshlik bera olasin? Ular qandaqmi mening shuncha yosh, avlodsiz ketishlarimni qabul qila olasin? Opamning yo'liga qarab, ko'zim to'rt bo'ldi.
Baray desem, heliqi necis hayvonni uchirtib qelishdan qo'rqatdim. Ko'zim yumilg'icha birdan bir arzuyum uni bir qitimmo uchratmaslik, bir qitimmo uning ismini anglamaslik edi. Apamni shuncha intizorlik bilan saqlayotdim. Buni sezgan cho'ng onam oxiri yig'lab turib so'z boshladi. Bilmaysan, balam. Ukang tug'ilgan shu kuni yilqi mal'un maskan pallanpaydan oldirab tushib etib qattiq shiqilibdi. Yo'lun o'silib, o'rinda bo'lib qoldi. Qiz singlingmi tug'mamayib tug'ildi. Anang bayqushmi, sening dadang, meyib yo'ldishi, meyib qizi. Tirik o'likdek yashadi, o'likdek yashadi. Hanım bo'lsa qaytib keldi. Seni ko'may onangning ketishlaridan ansirabli yurdim. Hala bo'sh, ahvoli nachar. Charchadi. Kesal jutdi bechora onangni. Darvoza tarafdan mening bechora, betalay opam men tarafga qarab kelyotdi. Men onamga qarab o'zimni otdim. Bechora opam, betalay opam, ojiz opam meni yenish-yenishlab bag'riga bosatdi. Men g'ayratim bilan opamni tinchlantirishga tirishmoqdaman. Opam bag'rimda xudini yo'qotdi. Endi 50ning qarisini olgan, lekin 70 yoshlik cho'ng onamdimi bak qerib ketgan. Oppoq chashliq onamni to'xtamay silaytdim, suyatdim, yig'laytdim, qog'ishaytdim. Bir oz vaqtdan keyin opam esiga keldi. Tirik turib hayotidan ayrilgan opamga qarab, men lag'ildab titrab turatdim. G'olibmish, iflos mal'un, tuzgur hayvon. Bizni vayron qilgan inson qalbidan chiqqan qotil. O'z dushmanini hayotiy badaliga holidan xabar elayotgan opam, oxirlashayotgan hayotimizning ochiq azoblarini ochiq oshkora ifodalashlardan nomus qilayotgan biz, dadasining nomussiz jinoyatining badalini to'lagan, 12 yoshga kirib turibmi bu vaqtdek yashayotgan singlim, vayron bo'lgan bizning oilamiz, bir-biridan echinishlik taqdirlar, nejis kasaldimi, shirginishlik mal'un, baxtimizning qotili, hayotimizning dushmani. Bo'rini oilamizga boshlab kirgan opa, hissiyotning qo'liga aylangan, ig'ir yukning ostida yanjalgan opam, vayron bo'lgan o'tda kuyayotgan biz, vayron bo'lgan bir oila tragediyasi. Opa, seni bek sevgandim. Xush bo'lay, endi shiqlama. Seni bek sevgandim, opa. Ko'zimdan uchdim. Burnimga purdim. Men seni xohlayman. Boshqani hozircha xohlamayman. Uyingga borolmayman. Ixtiyorimga qo'ygan. Bo'ladi, qizim. Hammaga qo'shilaman. Sening nafaslaringning menga yetgani men uchun bir katta mukofot. Boshqasi keyingi bo'lsin. Opamning meni uyga olib ketaman deyishlarini shundaqroq rad qildim. Shundaq g'ayrat, shundaq ichinishlik jam bo'lgan biz faqat yig'laydik. Xo'shal bo'lg'idek sabablarimiz yo'q edi. Qilishqidek so'zlarimizmi, hatto bir-birimizga tasalli bergidek madorimizmi yo'q edi. Opam uyga ketdi. Yo'q, uyga emas, o't kabi kuyayotgan, 'Opamni yutib ketayotgan makoniga ketdi. 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 'Opamni yutib ketayotgan makoniga ket
Çoğun anammu, menmu, bir-birimizge hiç nima diyemmedik. Fakat yalğandan uyquga ketdik. Çünkü mening so'zligidek hayotim bormadi. Çoğun anamning meni bazligidek hikoyasi bormadi. Fakat ochiq pushayman. Ochiq azoblar meni yalmab yutmoqda edi. 5-qism. Meni yaxshi ko'radigan va men yaxshi ko'radigan shu kishilarimning men uchun azoblanmasligi. Bu dunyoga ko'z echish oldida turayotgan shu qarindishimning bu kechirgili bo'lmaydigan jinoyatchi dadasining guvohchisi bo'lib qolmasligi uchun. Shu qizliqini yo'qotgan deb hikoyalarimni avlod aytib yuradigan hikoya xumar ayollarning dasmoyisi bo'lib qolmasligim. Bo'libmi, onamning bexodligining qurboni bo'lgan men bilan quchig'idagi yashash uchun kelgan boviqining o'ttirsida o'likdak yashamosligi uchun muallimdan maxfiyatimni mangu saqlashini o'tinib, bir kundala tinsiz ayrilgan shirtimga o'lim qog'ozimni elib qaytib kelgan men, oppoq chashliq mo'mayga aylangan onam, hammaning javobkori eliqi hayvon, miyib tug'ilgan bechora singlim, hammamizning rahimsiz qismatlarining javobkori, onam beqivatgan shu nejis hayvon. Kel go'zal singlim, meni pana tatibsan. Yaxshiliklar bizdan sana, sendan bizga, hammamizga o'lashadigan dunyo bu. Muallim sen kelgacha necha telefon qildi. Manga omonatsan, dunyoga omonatsan. Kel qizim, bag'rimga bir bosay. Nadonlik, nomuschanlik, qonunni tushunmaslik, qonun orqali qo'g'dashni keyinga qo'yish, ularni qopshirak qilavatdi. Ishplas, nomussiz. Odam qelipidan chiqqan hayvonning qora niyati cho'qim o'zini yutib ketadi. Lekin qonun to'g'ri tushishi haqliq edi. Murakkab munosabatlar seni qurbonlik qilib etibdi. Oldinga qara, chiroyli malikam. Kelgusinga qara. Hammani boshdan boshlaymiz. Sening tunugining bo'lmasin, buguning bo'lsin. Atang texmi go'zal bo'ladi. Kundan kunga ojizlashyapman. Yuzlarimga, bo'yinlarimga chiqqan o'sha qapartmalar badanimga kengayotdi. Qichishlar, etishib og'rishlar, bir qizib bir muzlashlar. Putlarimning meni ko'tarib turolmasligi, meni o'rnimdan turishqimi mag'dursiz qilib qo'ygan edi. Hatta ko'zlarimmi yo'riqdan, yig'lashdan qo'rqadigan bo'lib qelyotdi. Tavar qo'l yog'liqiga yo'gab, men uchun uy xati saqlab bergan. Mening ko'yimchan, men uchun uyimning chirg'ini yondirib turgan xaridorim, izzatimni qilgan cho'ng onammi men bilan tangla jimg'irlashib ketyotdi. Muallimimga yig'lab turib, navramni uy zaminni setib bo'lsimi, asli vaslimdan ayrilsammi davoladimi deb qon yig'lig'ini men o'z qulog'im bilan anglab, o'z ko'zim bilan ko'rib, nodon heliqi 16 yoshimga aytdim. Amal yo'q. Hammamiz kechikdik. Yuz obro'yga, demaslikka, qo'g'di yanmaslikqa, nodonlikqa bir jonni tegishib atdik. Bir arzuni, bir hayotni, bir avlodni, bir notani o'ltirib atdik. Cho'ng onam meni cho'ng kichik ishlarimga qo'laylik bo'ladi deb ko'nglimni yasab turib, hovlining orqasiga selingan kichikroq bir uyga yo'tkab,
Manga jimjit, aram bir muhit yaratib berdi. Balkim tatinmay vaqirvasin, yig'lavasin, xolig'ini qilavasin, xolig'inidek yetavasin degandi. Lekin men vaqirmadim, yig'lamadim. Chunki hech nimani, hech kimni xohlamadim. Ko'nglimga hamma ayon edi. Boshqalardan meni xoli, maxfiy tutayotdi. Yo'qlab kelgan tuqqanlarni, qo'lim qo'shnilarni boshqa uyga boshlab, men bilan uchrashtirg'izmadi. Balkim bechora cho'ng onam meni oz kun bo'lsa-mu aram yashasin degandi. Va balkim mening bu chiroyimni ko'rsatkisi yo'qdi. Men faqat kun sanabla hayotimni o'tkazib dadamning hadisimi kunda o'rin yotqanlarimni optab qisilib, qo'lidan keladiganligi hamma mehribonligini yetkazib ifodalab turdi. Menmu dadamning hidi keladigan cho'ng opamga muhabbatli ko'zlarim bilan minnatdorligimni yetkazib turdim. Ham momamning men uchun saqlagan uy xatini cho'ng opamga hadiya qildi. Cho'ng opamni buningdan keyingi hayotida muhabbatning shartsiz ekanligini tushunib, g'ayvatsiz, adovatsiz, pishni pasassiz, varang-churungsiz yashasin deb ming bir qitim yaxshi tilaklarni tiladi. Opammi pat-pat kelib, nursiz ko'zlarini menga tikib, xuddi jini chiqib ketgan arvohlardek menga qarab etgandan keyin qishimga kelib, sochlarimni tarab, badanlarimni tutib qo'yatdi. Bu dunyolikda yolg'iz, urug' tuqqansiz o'tgan onam bir qadamining xatoligi sababidan hammani vayron qilganining sababkori o'zi ekanligini bilamdi, bilmamdi. Menmi bilmadim, ham bilishnimi xohlamadim. Chunki opammi kunlarining oxirgi daqiqalarida yashayotgani aniq edi. Yeliqi aplashmasa yo'lga selibetimiz degan do'stlari opamni mana mushu patqoqlarga ishtirgan edi. Ularning endi opamni tortib elishi, uni yo'lga selibetishlari mumkin emas edi. Chunki odam bo'lib yaralgani bilan insondek yashanmagan uni mushu holatlarda yo'lga selish hech kimning qo'lidan kelmaydi, albatta. Chunki u loydan yasalgan qo'nchoq bo'lmasa, atrofida insonlar yashayotsa, yaxshiliklarmi, yomonliklarmi o'zidan oshmaydi deb hammani ixtiyoriga qo'yib etadigan oq ko'ngil kishilarimizni nima deb ta'riflashimni bilmadim. Shunga bu nuqtaga kelganda ko'zimni yumibla o'tib ketdi. Bechora singlimchi, uning kimisi bor. Agar bo'lsin, u nimani his qiladi? Bechora singlim, endi u mal'un o'zining pushtining mangu cho'ng bo'lolmaydigan qizining bizdan keyingi hayotlaridan tirik turib o'lishning o'tlarida g'ajildab turib, kuyib, ichishib, qon jutib turib, dard tortishning nimaligini deyamaslikning, ochiq oshkora azoblanmaslikning nimaligini bilib yashashning ta'mini tetishlarda yashashlar uning hayotining jazosi edi. Men nafaslarimning yetishmayotgan qiyin minutlarida hammani ichimga yutib ketmoqchi edim. Lekin ibratlik hayotlar bo'lsin, keyingilarimiz ibrat olsin
bu hayotlardan deb ojiz qo'llarim bilan hayot qismatlarimni xotiraga qoldirdim. Men xo'sh demayli ketgan hayotimda yana xo'sh deyamayla mangulikka ketyapman. Lekin pushaymonim shuki, men o'zimni qo'g'dashni ko'nglim sezgan shu minutdan boshlayolmadim. Inovatimni, nomusni cho'ng bilib, qonun orqali o'zimni qo'g'dayolmadim. Muallimimning cho'qim qonuniy javobgarlikka tortilishi kerak deb qo'limdan tutgan qo'llarini ching tutolmadim. Men baxtli bo'lsin degan onamning baxtining nima ekanligini bilolmadim. Chunki men bola edim, nodon edim. Men cho'ng onamning, dadamning, qarindoshlarining, opamning qo'g'dishiga muhtoj bir ojiza edim. Balkim onammu yaltishil qilib o'tgan baxtlarining bizni yolmab yutayotgan qora quyun ekanligini bilgandim. Shunga xuddi doktorim degandek, qonuniy o'rinlar tashviq qilayotgandek, to'ylashning qadam bosqichlariga amal qilish tashabbus qilinayotganidek, biz qonun engimizni, o'zini qanday qalda qo'g'dash engimizni har vaqt sagaklik bilan qo'g'dashimiz muhimdir. Men hayotimg'imi, do'stlarimg'imi, tuqqanlarimg'imi xo'sh deyamayman. Ham deyishni xohlamayman. Chunki men hayotdan voz kecholmayman. Yostug'im ostida xatlari o'chib ketgan Dilshodning 16 yoshimda menga yoshirin bergan muhabbat xatini mushu 12 yilda qancha qitim o'qidim. Balkim tuman qitimdi va balkim sanabmi tugatanmasman. Men shu muhabbatlarning egisi edim. Men yashashni xohlaydim. Karvitim qishida Dilshodimning menga kirgizgan gul samsax guli menga hamroh bo'layotdi. Dilshodimga xo'sh deyolmadim. Lekin olamcha xo'sh bo'ldim. Meni saqlaganidan, aslab turganidan menga faqat mushu muhabbatlar yetarlik edi. Hayotlarni sigatdi. Ochiq yoshlarim yostiqlarimni, sochlarimni ho'l qilyapti. Men ochiq bir og'riqdan qo'llarimdagi qalamni ostag'ini qo'ydim. Gulchehra Abduqodir qalamida bitilgan Xo'sh deyolmadim nomli asar tamom oxirlashdi.